Mana seni qaranglar, mana buni. Oddiy bu poke bu. Xuddi iskusunniy qorga o'xshab turgan narsa, oppoq toza narsa. Endi mana bu joyga qaranglar mana. Bolalar o'ynab yuribdi. Bu nima desa, paralon bor, paralon shuni maydalab tashalgan variantidan mana joy qilib qo'yishgan. Bolalar maza qilib o'ynayapti. Endi bitta kirish o'rtacha masalan 5000 so'mdan kirgizgan taqdiringizda ham masalan nechta bola bor? 20 ta bola o'ynasa 10 minutda 100 ming so'mdan 200 minggacha pul qilar ekan. Bu yerda mana ko'ryapsizlar, bitta, ikkita, uchta, 4 ta ishchi ishlayapti. 4 ta odam kirgizish bilan shug'ullanyapti bu yerda va ular masalan o'rtacha oyiga 500 dollardan oylik oladigan bo'lsa, demak oyiga 2000 dollar rasxod qilar ekansizlar. Xo'p, mana shu joyi arendasi masalan Toshkent shahrida 500 dollar bo'ladigan bo'lsa, 2500 dollar umumiy rasxod bo'lyapti. Bularni tayyorlash, pokelarni maydalashga yana 1000 dollar atrofida va grubi mana bunaqa chetidagi narsachalari bilan yana bir 2000 rasxod bo'ladigan bo'lsa, общий 5000 dollar rasxod qiladigan bo'lsanglar, kuniga 4 soat ishlasa 200 dollar pul ishlar ekan. Bir oyda 6000 dollar bilan o'zini pulini to'liq oqlab beradigan yaxshi biznes planlardan ekan. Ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Dubayda mana odamlar juda ham ko'p, gavjum, ayniqsa yangi yilga. Kim bizda havo sovuq bo'lsa ham, oddiy pokelar oyoq yalang masalan tushirib yorsa, odam oyog'ini sovuqottirmaydi. Spetsial oyoq kiyim bersanglar bo'ladi va bolalarni yaxshi qarash uchun zo'r variant. Gazini bosinglar, hurmatli dangasa tadbirkorlar.